Vitaminlar qabul qilasiz, to'g'ri ovqatlanishga harakat qilasiz, uyqu rejimiga rioya qilasiz. Lekin nega ertalablari hamon o'zingizni charchagan his qilasiz? Nega teringizdagi muammolar yoki sababsiz asabiylik sizni tark etmaydi? Zamonaviy ilm-fan bu holatni bitta jumla bilan izohlaydi. Muammo siz nima yeyayotganingizda emas, balki organizmingiz shulardan nimalarni o'zlashtira olayotganida. Tibbiyotda bu jarayon bio'zlashtirish deb ataladi. Agar sizning oshqozon ichak traktingiz mukammal ishlamasa, eng qimmatbaho vitaminlar va foydali moddalar ham organizm uchun yopiq eshikka urilgandek bo'ladi. Ular qonga so'rilmaydi, hujayralarga yetib bormaydi. Bugun biz siz bilan tanangizdagi markaziy boshqaruv pulti, ichak mikrobiomasi haqida chuqur ilmiy faktlar asosida gaplashamiz. Nega aynan ichak sog'lig'i sizning immunitetingiz, kayfiyatingiz va hatto qanchalik tez qarishingizga ta'sir qiladi? Diqqat bilan tinglang, chunki bu ma'lumotlar salomatlikka bo'lgan qarashlaringizni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Inson organizmi faqatgina qon, suyak va to'qimalardan iborat emas. Biz aslida ulkan bir ekotizimmiz. Yo'g'on ichagimizda taxminan 39 trillionga yaqin mikroorganizmlar yashaydi. Tasavvur qilish uchun bu sizning o'z hujayralaringiz sonidan ham ko'proq degani. Ushbu bakteriyalar, zamburug'lar va viruslar yig'indisi ilmiy tilda mikrobiota deb ataladi. Ular shunchaki ichakda yashamaydi. Ular biz uchun o'ta muhim bo'lgan kimyoviy jarayonlarni boshqaradi. Foydali bakteriyalar oziq-ovqat tolalarini parchalash orqali qisqa zanjirli yog' kislotalarini ishlab chiqaradi. Bu modda ichak devorlarini yallig'lanishdan himoya qiluvchi asosiy qalqondir. Ammo zamonaviy hayot tarzi, noto'g'ri ovqatlanish, surunkali stress va nazoratsiz antibiotiklar qabul qilish bu nozik muvozanatni buzadi. Natijada zararli bakteriyalar ko'payib, foydalilarini siqib chiqaradi. Bu holat disbakterioz deb atalib, u butun organizm bo'ylab zanjirli reaksiyani ishga tushiradi. Agar sizdan immunitet qayerda joylashgan deb so'rashsa, ehtimol qon yoki limfa tizimi deb javob berarsiz. Biroq immunologiya fani inson himoya hujayralarining 70-80% aynan ichak shilliq qavatida joylashganini isbotlagan. Nega aynan u yerda? Chunki ichak tashqi dunyo bilan qon aylanish tizimimiz orasidagi eng katta chegara postidir. Ichak devorlari atigi bitta hujayra qalinligida bo'lib, bu hujayralar bir-biriga zich birikmalar orqali mahkam bog'langan. Ular faqatgina parchalangan foydali ozuqa moddalarini qonga o'tkazishi kerak. Biroq mikrobioma buzilganda va ichaklarda yallig'lanish paydo bo'lganda bu zich birikmalar orasida tuynuklar ochilib qoladi. Tibbiyotda bu ichak o'tkazuvchanligining oshishi yoki xalq tili bilan aytganda teshik ichak sindromi deb ataladi. Natijada yirik oqsil molekulalari, toksinlar va zararli bakteriyalar to'g'ridan-to'g'ri qonga o'ta boshlaydi. Tana buni dushman hujumi deb qabul qiladi va unga qarshi kurashish uchun tinimsiz antitanachalar ishlab chiqaradi. Bu esa surunkali charchoq, tez-tez shamollash, oziq-ovqat allergiyalari va hatto autoimmun kasalliklarning asl sababchisidir. Endi masalaning eng qiziqarli psixologik qismiga o'tamiz. Siz sababsiz tushkunlik, asabiylik yoki uyqusizlikni doim miyadagi muammo yoki charchoq bilan bog'laysiz. Ammo biologik haqiqat shuki, asab tizimimizni tinchlantiruvchi va bizga xotirjamlik hissini beruvchi baxt gormoni serotoninning 90% hamda motivatsiyaga mas'ul bo'lgan dopaminning 50% miyada emas, aynan ichaklarda mikrofloralar ishtirokida sintez qilinadi. Ilm-fanda ichak-miya o'qi degan tushuncha bor. Ichak o'zining 100 milliondan ortiq neyronlari orqali vagus nervi yordamida bosh miya bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qiladi. Agar ichaklarda yallig'lanish yoki patogen bakteriyalar ko'paygan bo'lsa, bu signal to'g'ridan-to'g'ri miyaga yetib boradi va markaziy asab tizimida xavotir, depressiya hamda diqqatni jamlay olmaslik holatlarini chaqiradi. Kayfiyatingiz to'g'ridan-to'g'ri ichagingiz ahvoliga bog'liq. Yuzdagi davolab bo'lmaydigan akne, quruqlik, ekzema yoki soch to'kilishi yuzaga kelganda biz darhol qimmatbaho kosmetologik muolajalarga yuguramiz. Lekin teri bu ichki salomatlikning ko'zgusidir. Tibbiyotda ichak teri o'qi qoidasi mavjud. Agar ichak toksinlari yetarli darajada filtrlay olmasa va qabziyat yuzaga kelsa, bu toksinlar qonga so'riladi. Jigar bu zaharli moddalarni qayta ishlashga ulgurmagach, organizm ularni eng katta zaxira organi teri orqali tashqariga chiqarishga urinadi. Bu jarayon terida kuchli yallig'lanish va toshmalarni paydo qiladi. Tashqi vositalar faqat oqibatni yashiradi. Asl yechim esa har doim ichkarini, mikrobiomani tozalashdan boshlanadi.
Xo'sh, bu ulkan va murakkab tizimni qayta tiklash, o'sha vitaminlar va foydali moddalar so'rilishi uchun eshiklarni ochish qanday amalga oshiriladi? Buning uchun qat'iy va ilmiy asoslangan 4 ta qadam talab etiladi. Birinchidan, prebiotiklar bilan oziqlantirish. Foydali bakteriyalar ko'payishi uchun ularga ozuqa, ya'ni oziq-ovqat tolalari kerak. Ratsioningizga har kuni ko'katlar, xom sabzavotlar va mevalarni kiriting. Ikkinchidan, zaharli mikroflora, och qoldirish, shakar, sun'iy ta'm beruvchilar va qayta ishlangan tayyor ovqatlar zararli bakteriyalar va zamburug'larning asosiy oziqasi hisoblanadi. Ularni ratsiondan kesish yallig'lanishni avtomatik ravishda pasaytiradi. Uchinchidan, motorikani faollashtirish. Kuniga kamida 1,5-2 litr toza suv ichish va har kuni 30 daqiqalik piyoda yurish ichak peristolikasini ishga tushiradi. Toksinlarni chiqib ketishini tezlashtiradi. To'rtinchidan, sof tabiiy ko'mak. Organizmga yot bo'lgan sintetik qo'shimchalardan ko'ra tabiatning o'zida mavjud bo'lgan organik mahsulotlar mikrobiomani tezroq tiklaydi. Masalan, Sunnah Products brendi ostida ishlab chiqarilayotgan, tarkibida hech qanday kimyoviy qo'shimchalar bo'lmagan tabiiy mahsulotlar ichak devorlarini yumshoq tozalash va zaruriy moddalar balansini tiklashda ideal yordamchidir. Tana tabiiy narsalarni doim o'ziniki kabi qabul qiladi. Sog'lom bo'lish bu shunchaki simptomlarni dorilar bilan yashirish emas. Bu eng asosiy poydevor hazm qilish tizimini to'g'ri yo'lga qo'yishdir. Ichagingizga to'g'ri g'amxo'rlik qiling, uning eshiklarini oching. Shunda organizm sizga mustahkam immunitet, tiniq teri, barqaror asablar va tuganmas energiya bilan javob qaytaradi.